Mana eshitamiz, O'zbekiston aholisi shaxsan Shavkat Miromonovich mana erkaklarni sindirish yo'lini o'ylab topasizlar-da. Maqsadinglar nima, Shavkat Miromonovich? Bir ayollarni gender tenglik qilib, hamma tentak qilib tashyapsizlar. Hamma huquq ayollarga bo'lyapti-yu, lekin oqibati yaxshiga olib kelmayapti. Bu erkak qolmagan davlatda u bilasiz-ku, nima desam ekan, davlat parakonda bo'lishini. Yo'q, maqsadingiz shumi? O'zbekistonda choch yo'q qilib yuborishmi? Shavkat Miromonovich, atas ko'ylaklar, atasdan narsa kiygizish yoki erkaklarni g'ururini sindirish, masalan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni so'zlariga qarshi chiqish, ya'ni ikkita uchta toifa ayol bor, keyin bor yalang'och deganlar, tor kiygan, kalta kiygan, harir kiygan, nomahram o'ziga qaratuvchi insonlar dayus qizalaydiganlar, ya'ni jahannam erkaklari yurg'izib qo'ygan. Qolaversa, bunga bir voqea kelgan. Bir podsho, bir olam podshosi, endi oti o'zinglar bilasizlar, eslatmada bu. Ikkita shotini ikkita davlatga jo'natganda, birinchi davlatdan kelgani o'sha podsho olam degan, xotinlari yarim yalang'och tirsilab yurgan, oldiga bemalol keldim, nima qilsam qildim, uyda o'tirib masha qildim. Endi saniga urush qilmasdan bosib olish imkoni bor ekan bemalol degan. Ikkinchi davlatga kelgani, podsho olam, ayolga ham yaqinlashtirmadi, ayollari o'rangan ibo hayolda, hammasi avrati yopiq, ayolga uyga yaqinlashtirmadi deganda, saniga urush qilib ham bosib ola olmas ekanman degan. Shunda haligi ikkinchi sodir aytganki, podsho olam, bunchalik kuchli armiyangiz bor, nega endi bosa olmayman deyapsiz? Shuncha davlatda bosib kelgansiz, nega aynan shu kelganda bosa olmayman deyapsiz deganda, podsho aytgan, bu ayolini, xotinini qizg'anmagan erkak davlatni ham sotib yuboradi. Ayolni, xotinini, qizini qizg'angan odam vatanni qizg'anadi degan gaplar bo'lganda, u hayotda ham shu narsa-da. Misol uchun, ayolni qizg'amadi, ko'z qilib tashlab qo'yish birinchida ko'z zinosi, qolaversa, nima deydi, qizg'anmaslik oqibati yaxshiga olib kelmaydi. Tushunsangiz bo'ladi. Endi bu qolganiga ham erkaklarni attasidan kiyim kiydirish, bu erkak zotini yo'q qilish maqsadimi bu? Nima bu? Buni tushuncha bersangizchi, Shavkat Miromonovich. Yer tegdi e'lon qilmasa bilaman deysiz. Siz ham erkaksiz-ku. Erkaklarga ozgina nima deydi, g'ururini poymol bo'lyapti, oyoq osti bo'lyapti, g'ururi, erkaklik. Qarasangizchi, buni xor qilmang erkaklarni. Men erkak bo'lib bularni ko'rib achinib ketyapman. Kelajak davlatimiz nima bo'ladi? Kelajak porloq deysiz-ku. Bu qo'ygan amaliy islohot ishlaringiz, qo'l ostigilaringiz. U erkakning ishini qilmayapti-da. Davlat ertaga nima bo'ladi kelajagi? Ukraina boshqa nimalarga o'xshab xor bo'ladimi? Shavkat Miromonovich, qo'ying bu ahmoqona qilovlarni. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, shu Allohning buyrug'iga bo'ysunadigan bo'lsin. Aks holda mana ko'ryapsiz, boshqa davlatlarda tsunami, yer qimlashlar, zilzilalar, suv toshqinlar va hokazo bo'lyapti. Nimaga bo'lyapti? Mana shu ahmoqona ishlar uchun. Erkak zot qolmayapti, ayollar tirsilab yurganlar, shartqilab yurganlar, ochiq yurganlar ko'payib ketyapti. Alloh qaror keltiradi. Alloh taqiqlagan-ku. Allohning ham qonuni bor. Shavkat Miromonovich, sizning qonuningiz bor deganda, jinoiy ma'muriy qonuningiz bor-ku. Bugun bor, ertaga yo'q, o'zgartiradigan. Allohning ham qonuni bor. Ma'muriy jinoiy o'zgarmas. Sizga
eng birinchi o'rinda yo'lda eng olovli kalta sizga tegadi boshingizga. Chunki siz boshqarasiz shu davlatda. Oxiratingizni o'ylanganda yig'ishtirib oling sizni. Erkakni erkak joyiga qo'yib qo'ying, ayol joyiga qo'yib qo'ying. Bunaqa qizili davlatga aylanib qolmasin. Shavkat Miromonovich, mana qolganini eshitamiz. Atlasga yarashdi lekin. Hammani bir xil qilib qo'ydi. Qarang, Chorsuda hamma aravakashlarga atlas ko'ylak kiydirib qo'yishdi. Endi bu yigitlardan so'rasam, nima atlas ko'ylak kiyib oldinglar desam, majburiy qilib qo'ydi. Atlas ko'ylak to'pisi ham bor ekan, komplekt 100 mingdan sotib o'tgan ekan. To'pmalki atlas ko'ylak kiyish yaxshi emas, atlasdan. Bozor ma'muriyati majburiy o'rnatgan mana shu. Keyin aytgancha musulmonchilikda atlas ipak nimalarda erkak kishi kiyish yaxshi emas, noma'qul ish deyilgan-ku. Makruh darajasida chiqarilgan-ku bu. Umuman musulmonchilikka zid bo'layotgan ishlar-ku. Shavkat Miromonovich. Yaxshi o'ylasangiz, oxiratingizni o'ylang. Oxiratingiz kuyib ketadi lekin. Qo'ying bu ishlarni. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, poraxo'r boshqa ishlar to'xtating. O'g'ri bo'l, insof bilan bo'l deganingiz nimasi shioringiz? O'g'ri bo'lmading, tamagirlik bo'lmading. Xitoy nimalarga o'xshab poraxo'rlarni, o'g'irlarni ikkinchi bor qildimi, umrbod qamoq jazosiga hukm qiling, chiqmasin, o'sha yerda yo'q ketsin. Shunday hammasi yaxshi bo'ladi. Agar siz o'zingiz to'g'ri bo'lsangiz, halol bo'lsangiz, xalqparvar bo'lsangiz, shu meni maslahatimga amal qiling. Atlas ko'ylak bilan to'pini kiymasa, aravakashlarga jarima solib o'tgan ekan. Onasini hamsa, ahmoqlikni ham chegarasi qolmadi-da. Endi aravakashlar bilan gaplashsam, aka, nima qilaylik, majburimizda kiymasak shtab qilyapti. Biz ko'ryapsiz, tirikchilik qilishimiz bo'lmayapti. Majbur kiyyapmiz shu xotinlarning kiyimini deb. Chorsu bozor aravakashlari juda xafa bo'ldi. Nimaga e'tiroz qilmaysizlar? Yo'q, e'tirozsiz so'zlab qo'ydi. Jo'ski to'shyapti shu atlas ko'ylagiga deb. Aravakashlar shikoyat qilishyapti. Onasini inson ashi ahmoqlikni mishurni ko'rsatyapti-da. Bizani ba'zi bir o'sha mas'ullarimiz bozor ma'muriyatini o'ylab topgan bu narsasi va qolaversa mana shu atlas kiyimlarni kiymagan aravakashlarga jarima solish bu haddan tashqari insonni kamsitish, diskriminatsiya deb hisoblayman. Men shokdaman bozor ma'muriyatini qo'ygan bu g'alati ishga. Mayli, oxiri baxayr bo'lsin. Miromonovich, yaxshilab o'ylab ko'ring.